Hozir akalar turgan joyida shunday burib beramiz buni. Ya'ni tor joylarga mo'ljallangan. Boshlaymiz. Yaxshi. Bitta like qarsidimi? Bir tranşeye shlanka yotqizgan ishlaydi. Bu shu traktorning orqasiga ulab olib ishlatadi buni. Shu traktorning orqasida ishlaydi. Hozir Xitoydan kelayotgani bor, chet eldan kelayotganlari bor. Narxi $5000. Hop. Bu narxi $2000. Jiguli motor bu. Jiguli motor. Shuni bir ko'rsatib yuboring. Rasxod qanaqa buni? Rasxodi 1 gektar joyni haydash uchun o'rtacha 20 litr hozir ichyapti benzin. Benzin. Ha, benzin ichyapti. 1 gektar joyni haydash uchun. Xohlasa propanda qilib beramiz. Xohlasa propanda qilib beramiz. Quvvati o'sha. Quvvati o'sha. Motor yangi qilingan. Qilingan, ha. Motor Buni qilinadi. yangisi yo'qligi uchun motor yo'q, yangi yo'q. qilingan. Korobkani shu yangi qilib qo'yilgan. Zo'r. Endi ratiyada teng ko'rib turibsizlar yangiligini shundoq ham. Ha. Haligi narsa qiladigan joyi yo'q. Hozir akalar turgan joyida shunday burib beramiz buni. Ya'ni tor joylarga mo'ljallangan. Boshlaymiz. Ko'pchilik mana shuni so'rayapti ekan, turgan joyida buriladi. Yaxshi. Bitta like qarsidimi? 8 kelavasa. Havosi haydab ham qo'yibdi buni. Akalar bugun Namangandamiz. Jamshidxon akamizning traktorlari bor, o'zi yana bittasi turibdi, bitta ko'rsatib yubordim. Hozir hammasi haqida sizlarga aniq-tiniq ma'lumot berib o'tamiz. Yashang aka. Keringlar, yerda Jamshidxon aka bu yerda haydab boryapti-ku bu. Yerda haydab ham ko'rsatamizmi? Hozir haydab ko'rsatamiz pastda. Bo'ldi. Akalar bu videoni diqqat bilan tomosha qilishlaringni iltimos qilamiz, chunki bu akamiz ham usta, ham telefonda javob beruvchi aka. O'shanga aytishyaptiki, hamma narsaga mayda narsalarni ham so'ralavryapti. Videoni diqqat bilan ko'rishsa, biz buni ko'rsatib ham berganmiz. Ya'ni telefonda 10 minut tushuntirganda ham 15 sekund videoda ko'rsangiz tushunib olasizlar akalar. O'shanga iltimos to'g'ri tushunasizlar. Videoni diqqat bilan tomosha qilib, keyin bu akaga telefon qilsang yaxshi bo'lardi. Bugun videodagi buni hamma o'sha savollarga javob beraylik. Shundoq. Narx qancha, nimalar qila oladi ko'rsatib beraylik. Narxi ham o'sha sizga avvalgi videoda aytgandim. Keyinroq buni arzonlashtiramiz deb. Anchagina arzonlashtirganmiz. Uni ham aytib o'tsak, agar ma'qul desangiz aytib qo'yamiz. Zo'r. Aytish kerak. Avval 5,5 ming edi. Keyin 5 mingga tushirdik. Hozir endi mana varianti manaqa balonlik bo'lsa $4700. Hop. Nariga oldingi обычный varianti bo'lsa $4,500. O'sha $1000 arzonladi bitta puligi bilan. Puliklari bilan mana shu turishi. Shundoq, mana shu turishi. Nima deb savol bo'lsa, ko'pchilikka tanish bu pritsepniy ekskavator deydi. Xo'p, oddiy ekskavatordan qaraganda ancha arzon. Bu bog'larga bir transheye shlanka yotqizgan ishlaydi. Bu shu traktorning orqasiga ulab olib ishlatadi buni. Shu traktorning orqasida ishlaydi. Hozir Xitoydan kelayotgani bor, chet eldan kelayotganlari bor. Narxi $5000. Hop. Bu narxi $2000. 2000 bu. Dehqonni shu santexniklarni og'irini yengil qiladi. Xohlovchi sotuvchi akalar bo'lsa, aytaylik, Siemens sotadigan, Shibin sotadigan akalar bo'lsa, mana bu kovushini teskari variant qilib o'rnatib beramiz, kattaroq qilib. Shu mashinalarga Shibinlarni, Siemenslarni yuklab beradi. Odamni ishini yengillatadi. Xohlovchilar bo'lsa, marhamat qilib murojaat qilishingiz mumkin. $2000 buni olish kerak. Buni olish kerak bo'ladi. Buni o'zini alohida qilib bersangiz. O'zi $2000. Agar o'ziga bizga mana kerak emas desa, bitta motor o'rnatib beramiz, motor puli qo'shiladi bunga. O'zi ham ishlaydi. O'rtacha $500 pul qo'shiladi. $2500 ga aylanadi. 2500 ga o'zini ishlatsa bo'ladi. O'zi ishlatsa bo'ladi. O'sha joy turgan joyda u yoq bu yoq ozgina yurgizib ishlataveradi. Zo'r sexdagi anaqa og'ir yuk bilan ishlaydigan akalar olib qo'yinglar. $2500 ga pogruzchik yaxshi narsa bu. Yaxshi narsa. Zo'r.
Jicha qo'shib yurg'izib berasiz, ama jicha qo'shilsa. Gap yo'q. Mana shunaqa akalar qo'llab-quvvatlash kerak. Shu Xitoydan kelyapti, Xitoylar bosyapti, ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar. Mana shunaqa akalarimizni qo'llab-quvvatlab, mayli sotib olmasligingiz mumkindir, lekin like bosib turinglar, mana 5,5 mingga, o'zi 4,5 mingga tushyapti. Mana qanaqa narsa chetdan 5 mingga kelyapti. O'zimizda 2 mingga chiqib tayyorlab berishyapti. Buni hamma narsa zapchasigacha o'zimizda bor. Zapchasi muammo, maqsad ham shu bo'lgan. Ha. Zapchasi muammo bo'lmasin deb shu bo'lgan maqsad. Xitoyda ko'p narsasi одноразовый. Bir marta buzilgandan keyin yo zakaz qilib bir oylab kutasiz, yo topilmasa pishdi. Endi ko'rsatib o'tamiz o'sha yerda o'zi Xitoydagi chet eldan kelgan bitta traktor. ko'rsataylik, keyin haydaganini boramiz akalar. Shoshmay turinglar. Mana shu bitta ko'rsatib beramiz. Haydaligini aytsak birovga tegib ketmasin, bu motorni ko'rganda egasi o'zi biladi. Sotuvchi akalarimiz yaxshi bilsa qaysi traktorligini. Biz boshqa davlatni yomonlash niyatimiz yo'q. Hop. Mana shu 1 yil ishlagan traktor, 1 yil davomida ham 2 oy ishlagan ekan. Servisga keldi, o'zi zapchasi yo'q. Mana bu baloni. Mana shu baloni. Bu diskasi ham, pakrishkasi ham, kameri ham yo'q. Shundoq. Mana shu balon. O'zi mana Belarus balon bosdik. Ancha-muncha joyini pirdaga qilish kerak bo'ldi, ramini almashtirish kerak bo'ldi, ramilar eshilib ketgan. Mana shuni ramalari mana. Metal ham yupqa. Yupqa metaldan qilgan. Bu o'zi motor ham o'zi aylanmayapti. Mana aylanmayapti. Quvvat ham yetmadi. Nima bo'lgan Alloh biladi. Servis qilib buni qaytadan pirdaga qilib jo'nattirib beryapmiz-da. Demoqchi bo'lganim, shunga ham baribir savdogar akalar pul tikayotgan, savdogar akalar pul tikayotgan. Shu tikayotgan pulni sinab ko'rish uchun menga demayman, chunki bizga alhamdulillah klientimiz yetarli. Shunaqa traktor ishlab chiqayotgan ukamiz bor Kosonsoyda. Kosonsoyda. Men bilganim. Buxoroda ham akamiz bor. Shular ham shunaqa balolik ishlab chiqayotgan. Buxorolik Bobur emasmi ismi? Ismlari Boburbek bo'lsa kerak. Borganman-da men. Shular ishlab chiqaryapti, misol uchun-da. Balolik kerak bo'lsa, gusnitsiya kerak bo'lsa, men batareya qavlot. Shularni ozgina qo'llab sotib ko'ringlar. Mana bu yigitlarnikida ham, biznikida ham zapchasi yetarli. Yetarli. Endi mana traktorga qaraydi. Mana o'zimizni korpuslarini bosib, o'zimiz gusnitsani bosib berdik. Bu Belarus traktor. Bu-ya? Bu Belarus traktor. Belarus traktor o'zi motori pishgan. Mana shu motor shuniki mana, olib tashadik. Zapchasi yo'q. Bu hozir to'lig'icha o'zingiz yasadingiz. Hozir shundan bu yog'ini polni o'zimiz yasadik buni. Boshqadan yasab majbur bo'ldik. Hozir buni o'zim texpasportda minib yuraveradimi buni? Yuraveradi, iloji yo'q endi. Zo'r. Boshqa iloji yo'q. Servis qilib beryapmiz endi. Mana ularni ko'rsa, o'zi buni bunaqa sotayotganlarni o'zi yaxshi bilishadi. Mana shu ichlarini bitta ko'rsa juda yaxshi bilishadi. Belarus traktorga. Belarus traktor mana juda yaxshi bilishadi. Polni hamma yog'ini peridelka qilib berdik. Perdaga qilib, mana rolni gidravlika qilib berdik. Rol prostoy ekan. Mana kerak bo'lsa mana endi ochib ko'rsatamiz, mana bizda sir yo'q. Bu ochilishlari ham o'zingizniki. Bu o'zimizniki. Mana o'zini korpuslarimiz mana yotibdi mana. Mana yotibdi mana shu qizil ashina o'ziniki. Buni o'zingiz terdingiz, polni. Polni terib, egasiga vasalamit qilib berdik-da. Egasi xursand. Egasi xursand alhamdulillah. Bugun aytib olib ketishadi. Tayyor qilib qo'ydik o'zi. Bu traktorning yangisi 134 million so'm ekan. Siz qanchaga chiqarib beryapsiz? Hozir где-то bir 3,5 ming dollar sarf qilgan bo'ldik. Yana qaytadan yana o'zinikiga qaraganda endi o'sha gusnitsa qo'shilib, baquvvat qilib chiqarib berdik endi buni. Bog'larni bemalol haydab qilib qo'ydik buni. Tushunarli. Bu demoqchi bo'lganim, biz servis qilib beramiz demoqchi emasman. Chet elga pul tikayotgan akalar o'zimiz O'zbekistonni rivojlantirishsin. Qaysi davlat borki, qadimdan iqtisodiyotni ko'taradigan savdogarda. Savdogar iqtisodiyotni ko'taradi. Chet elga pul tikavermasdan o'zimizga ham ozgina pul tikishsa, ozroq bo'lsa dollar chiqib ketyapti-da. Shuni ozroq qismi bo'lsa ham tikib tavakkul qilib ko'ringlar. Mana shu rivojlanishga yordam qilgan bo'lsa o'zimiz yurtimizni, o'zimiz musulmon obod yurtni. Albatta. O'shanga shu bir qisqacha shuni aytib o'tay deb, atayni egasiga berib yubormay saqlab turdim bu ikkitasini. Avvalroq kelganingizda yana bir ikkita bordi bundan. Bolalar yig'ib chiqarib yubordi. Mayli. Shunaqa ishlar oshnalar. Shunga bir ozgina sizlardan savdogar akalar iltimos, savdoga baraka bersin, oldiga bossin. O'zimizni yurtdan qidiringlar. O'zimizni yurtdagi tadbirkorlarni qo'llanglar. Shunda bir yurt ko'tariladi. Maqsad faqat pul topish emas-ku. Mana yurtni ko'tarish kerak-ku. Qachongacha chet elga qaram bo'lamiz? Qachongacha chet eldan sotib olamiz? Hali bir kino bo'ladi. Xorasxon desa, chet ellik desa, yotib olib yaraydi degan. Mana ko'rib turibmiz chet ellikini. Juda ko'p telefonlar bo'lyapti. Mana uni tug'irlab bering, o'qib bering, o'qib bering deb. Atayni shularni olib kelib, hozir kichkinagina bu yerda servisga tasdiq qilyapmiz. Shu chet elda ina markalarini
remont qilib berish kerak. Bo'lmasa metalldan qurib tashlab yuborishyapti-da, iloji yo'q. Zapchasti yo'q ularda. Zapchasi yo'q. Ha, bizda chiqayotgan aynan mana Jamshidxon akamiz chiqayotganda zapchast o'zimizdagi narsalardan terib beriladi. Mahalliy zapchas. Kosonsoydagi akanikini ham borib ko'rganman. Uy akamiz ham o'sha o'zimizdan terib chiqaradi. Buxorolik aka ham xuddi shu. O'zimizdagi narsalar bilan terib chiqariladi. Sodda bor. Ertaga aybet bir narsa bo'lsa, ustani oldiga kelishdan ham sharmanda svarkani biladigan, texnikaga tushunadigan odam o'zi almashtirib qo'yadi. Shundoq. Zo'r aka, ko'z tegmasin. To'g'ri narsani aytdingiz. Savdogarlarimiz ozgina bo'lsa ham pulni mayli olib kelmanglar emas, olib kelinglar. Qanchadir qismini o'zimizga ham investitsiya qilinglar. Bosaylik biz ham. Biz ham chetga sotaylik. Belarusda traktori men bilaman bir 20 yildan beri o'sha bitta narsani chiqaradi. Shu. 20 yildan beri o'sha paytda majbur endi undan boshqa zavod bo'lmagan, hamma o'shandan olgan. Shu qolib ketdi. O'zimizda ham chiqadi, undan zo'rlarini chiqaramiz. Shu bolalar bor, yigitlar bor. Bitta men yo men demayman. Yo'q, to'g'ri. Zo'r iqtidorli yigitlar bor-da. Xohlasangiz avtomatik qilib beradigan yigitlar bor. Faqat o'rtoqlar shularni ozgina qo'llaylik. Ozgina qo'llab. Ular kredit ola olmaydi, kredit olib ish qila olmaydi. Shunchaki sizlar yoniga kirib qandaydir muncha qismini menga berasan, foydan deb turib yoniga kiringlar, bitta ikkita sinab ko'ringlar. O'zi o'shanda ham bitta ikkitasini ham o'zi xaridori bor. Bor, xaridori. Bitta kutasizlar xolos, boshida ozgina kutasizlar. Mana bu yerda ramasini ham bitta ko'rsataylik, kelinglar. Hozir yana ham yangiliklari bo'lyapti ekan. Endi haydagingacha yuraklaring qizib ketyapti bilaman, lekin mana shularni orada ko'rsata olmasak ko'rmay qolyapsizlar. Mana bu yerda ikkitaga o'jiz akatovka boshlangan. Ikkita ketyapti. Uchinchisi. Hozir mana busidan ko'rsatamiz. Hammasi bir xil adashmasam, Jamshid. Hammasi bir xil. Bu 2106 Jiguli motor bu. Jiguli motor. Shuni bir ko'rsatib yuboring. Rasxod qanaqa buni? Rasxodi 1 gektar joyni haydash uchun o'rtacha 20 litr hozir ichyapti benzin. Benzinda. Ha, benzin ichyapti. 1 gektar joyni haydash uchun. Xohlasa propanda qilib beramiz. Xohlasa propanda qilib beramiz. Quvvati o'sha. Quvvati o'sha. Balonni almashtirib ishlataveradi. Ha. Haligi bu ko'rsataylik deganimiz sababi ochiq holatda telefon bilan siz eski zapchas qo'yasizmi deyishyapti. O'rtoqlar ko'rib olinglar. Reduktorlarni ham bitta yerida ko'rsatib qo'ying. Umuman bu yerda eski zapchas ishlatish yo'q. Ha. Va shvillerlari ham qalin, mustahkamlari. Bu haligi chet elnikidagi yupqa profildan emas bu. Hammasi shvillerdan tayyorlanadi buni. Mana shu asosiy yuk tushadigan joy. Bu tarafi bir qavatli. Bu yoq ham o'ta baquvvat. Bu yoqda ham o'z padrama bo'ladi ikkinchisi. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Endi padrama yonida bo'ladi bu. Go'zal. Ana endi shu mashinada zapchasi ham bir ko'rsatib oling aka, maylimi? Keling, shu bir mana shu korobkalardan turgan holatda ham bir ko'rishsin. O'rtoqlar. bu zakazga yasalyaptimi hozir? Zakaz bu, hammasi zakaz. Ha, korobkasi bilan shuni ochib ko'rsatib bering aka. Bu pechatini buzaveraymi? Buzavering. Bu nimasi bu? Bu oddiy vilka. Shu vilkani ham misol uchun yangi qo'yiladi. Ha. Shularni ham o'zimiz chiqaramiz, xudo xolisa. Ha, bu mana oddiy misol mana shu dinami. Dinam. Ehtiyot. Yangi ehtiyot. Haligi bitta ko'rsatmasangiz bu ham bir qiziq ekan, ko'pchilik savol qiladi. Nimasi bo'lsa, bu pompasi mana o'rtoqlar mana. Hammasi yangi qo'yiladi. Pechat buzamiz hozir. Bu haligi narsaga emas. Bizga bu egasiga borgandan keyin ishlash kerak bu. Bu nima? Mana shu. Mana karburator misol uchun mana. Bu narsa babinasi. Babina? Ha, babina. Tokni shu beradi. Mana oldingda yechyapman. Shu karburator mana o'rtoqlar mana. Karburator. Elektronniy ekonomik karburator mana. Hamma narsa yangi qo'yiladi. Qisqasi hammasi yangi qo'yiladi. Motor 0 emas, lekin yangi qilib qo'yilgan. Ha. 0 yangi qilib motor qilib tirib qo'yilgan. Motor yangi qilingan. Qilingan, ha. Buni yangisi yo'qligi uchun motor yangi qilingan. Korobka shu yangi qilib qo'yilgan. Zo'r. Endi radiator tarang ko'rib turibsizlar yangiligini shundoq ham. Ha. Haligi narsa qiladigan joyi yo'q. Radiator to'g'risida bitta gapirib o'tkazsak, o'rtoqlar mana bu Jiguli motor deb ko'pchilik haligi haqli savol beryapti, chunki bizda Jiguli ko'p minilgan oldin, devu kelishdan oldin. Jigulida mana radiator o'rtoqlar 4 litrlik bo'lgan ob'yom, 4 litrlik. Shuni hisobiga Jiguli ishlab chiqargan davlat Rossiya ag'ataliyati Italiyadagi bo'lgan bo'lsa, sovuq davlatlar bo'lgani uchun o'ziga moslagan radiatorni. Shuni hisobiga bizda ozgina suv qaynagan buni.
Jiguli mingan vaqtida. Ha. U ham shofyorning e'tiborsizligi bo'yicha. Endi shuni oldini olish uchun o'rtoqlar biz mana bu 12 litrlik radiator qo'yganmiz. Kichkina radiator emas, 12 litrli radiator. Buni orqasida esa buni orqasida mana bunday hozir olib boraman, ko'rsataman. Kichkina emas. Mana bunday o'rtoqlar Cobalt mingan okalar biladi. Cobaltnikida keladigan Lops bu. Pechada faqat bu Cobaltniki emas. Bu Hyundai'niki. Maxsus chaqtirganmiz, keragicha bor bundan. Hech qachon bu muammo bo'lmaydi. Mana. Shundan turadi sovutib. Shundan sovutib turadi. Sovutish tizimida muammo yo'q. Gektarlab yerda haydaveradi. Xotirjam haydaveradi. Xotirjam. Hamma yog'i hisoblanadi. Hammasi hisobdan olingan. Bu siz o'zingiz misolingizga kelganingizga ham, birinchi kelganingizga ham 3 yil yaqin vaqt bo'lgan bo'lsa, 3 yil davomida buni qayta nima deydi, sinov qilib, qayta nima kamchiligi bor, boshqasi bor deb hammasini joy-joyiga qo'yilgan buni. Oddiy misol tashqariga chiqib bir ash reminni ham bir ko'rsatsakda, ha, o yer. Ha, misol uchun mana o'zi remin yotqizib qo'ydik, ha. Mana shu narsa birinchi qilgan vipskalarimizda mana bunday troslik bo'lmagan. Ha, ichida trosi bormi? Ha, buning ichida mana tros bor mana. Mana troslik bu. Birinchi qilgan vipskalarimiz mana bunday iplik bo'lgan. Mana keling, kamerani yaqinroq olib keling. Mana kapronligi bo'lgan. Albatta bu 1 yilda almashtirish kerak bo'lgan. Endi mana qalinligini ko'ring, mana surishtirib, solishtirib ko'ring mana. Bitta modelga qo'yilyapti bu. Shundoq. Hozir endi o'sha bundan chiqaryapmiz. Mana uni chiqarib tashladik ishlab chiqarishdan. Yuqori qilib. Shunaqa joylari endi qolgan gapni bir haydobda ko'rsak, keyin gaplashaveramiz. Haydaymiz. Ket. Yana yangilikni uzari bor akalar, qaranglar. Traktorimiz yana ham mukammallashibdi. Chuqurligiga ahamiyat beramiz. O'ta mikalni qo'shni haydayapti. Jiguli motorda yasagan Jamshidxon akamiz, namanganlikimizdamiz. Kimga kerak bo'lsa yasab berishaveradi. Yerda haydab. Qanaqa joy yer bu? Jamshidxon aka. Yumshoq joy, haligi oldingi videoda biz ham toshli, qattiq joy haydab beraverdik-ku. Telefon qilishaveradi, yumshoq joy ham ola oladimi, yumshoq joyda yura oladimi deb. Shunga atayin sizga yumshoq joy topib olib chiqqan joyimiz. Hozir ko'rib turganingizdek, uzunligi o'rtacha 60-70 metr bo'lgan joy. Eniga hozir 2,5-3 metr haydagan bo'lsa, 3 minut vaqt ketdi shuni harid qilishga, haydashga. Shundan haligi buni tezligini, mana o'zi videoda yeta olmay ham qoldilar-ku. Ha, yo tezligi gap yo'q. Hammasi shu bir bilib olsa bo'ladi. Yaxshi. Hop, kim kerak bo'lsa, kim qiziqayotgan bo'lsa, kelib, ko'rib, o'zlariga meni bir martadan sinab ko'rib, Minib ko'rib, hozir minib ko'r deyaptilar menga. Yoki sheriklar kim bo'lsa mininglar deyaptilar. Endi bizda o'quv yo'qligicha nima turib 3 minut o'rgatib qo'yamiz minishga, agar hovlovchi kelgan shopirlarga, boshqasiga. Qiziqqani kelib, qiziqyapsizlarmi? Kelsang xullas hamma narsani ko'rsatib, o'zlaringiz endi yana bitta gapingizni ham bitta gapirib o'tib ketsam. Negativ akalar, sizlarga salomlar bo'lsin. Sizlar bor, alhamdulillah bizlar ham bor. Haligida bir savol bo'ldi, tanqidga qanaqa qaraysiz? Biz tanqidga zo'r qaraymiz. Chunki tanqid bo'lmasa, o'sish bo'lmaydi. Tanqid to'g'ri qabul qilishga va faqat to'g'ri tanqid qilinsa qabul qilamiz. To'g'ri tanqid qilinglar. Qo'lingizga atverka ushlashni bilmaydigan yoki bir gaykani qotirishni bilmaydigan akalar, sizlar yozmanglar iltimos. Befoyda o'zinglarni qilib, meni gunohimni olmanglar. To'g'ri. Mana bu mana rezultat, haligi boshdagi rezultat hammasini ko'rib turibsizlar. Bu texnikani tushungan odam yaxshi biladi. Bizning xalqimiz ajoyibda. Ajoyibligini aytib beraman. Nimasi ajoyib desangiz, Damas yangi 96-yil chiqqan vaqtida konservanka deyishdi. Shamolda ag'darib endi bitta yarimta endi minish bilmaydigan akalar ag'darib ham bordi. Haligini o'rganguncha. Ancha vaqt mobaynida Damas sotilmay turdi.
Ancha konservank ekan. Biz o'zimizda bo'lgan ish 16 miz bo'lardi Jiguli. Haliginga bitta Damas bilan bitta Tiko beramiz deganda. Desa, almashtiraylik deb tursak, bitta ikkita o'sha yaxshi negativlar kelib, bu konservank 06 degan qolib ketgan. Endi o'sha bitta Damas puliga vaqt keldida ikkita o'sha 06 beradigan bo'ldi-da, kerak bo'lsa-da. Shuni singari o'rtoqlar, bizda xalqimiz shu. Boshda yangi chiqqan narsaga albatta negativ yozib qo'yishadi. Lekin alhamdulillah duogo'y xalqimiz bor, undan 99% Ko'proq. 99% duo qilishyapti. Otasiga rahmat deyishyapti. Bularga Alloh rozi bo'lsin. Artel yangi chiqqanda ham shu gapni gapirishgan. Hozir Artel kirmagan xonadon qolmadi. Shuni singanim, bu ham yangilik o'rtoqlar. Yangi tetapoyi bo'lib yo'lga tushgan narsa bu. Alhamdulillah shundoq bo'lsa ham rezultat beryapti. Odam olgan odamni ishlatyapti. Bitta yarimta kamchilik bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin kamchilik bartaraf qilib ishlayapti mana. Haligi minishni bilmagan yo boshqa qilmagan odamga haligi qilib negativ qilib yozib, mana gunohimni olmanglar taqsirlar. Shu gap. To'g'ri aytyaptilar usta akamiz. Bu endi ijod qiladigan bu insonlarga negativni o'rinli qilsalaring qabul qilishadi, lekin yo'q joydan menga ham ba'zi yozib qoladi-da. Umuman men aloqasi yo'q narsa bilan meni so'kib yozib qoladi-da. Nomeringni bersam hech qaysi bera olmaydi. Bitta gaplashamiz bera olmaydi. Hech qaysi. O'shanga akalar keladi. O'zlaringda ham, bizni ham, ayniqsa mana ustamiz, men nima edi, ustamizni ko'ngliga ozor bermaydi, iltimos. Kerak bo'lsa texnika bo'yicha nima savol bo'lsa aloqaga chiqinglar, hammasiga javob berishadi. 24 soat xudo xolsa akamiz aloqada telefonlari yoniq, ekranda raqam qoldirgan. Juda yangilik ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'g'ilchani ochgan kanali ham bor. O'tkazib ham aytib qo'ydingiz. Halol brend uz desangiz chiqib keladi. Unda yangi detalni tashab turadi ehtiyot. Endi mana unda ko'p vaqt olib bo'lmaydi bu kishinikini ham. Qisqaroq qilib qilyapmiz. Salomat bo'linglar. Pastga qoldiryapmiz kanalni. Kirib o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz ham deydi. Bo'laveradi. Aka ishga gap yo'q, haydashiga ham zo'r. Mana shunaqa bog'dorchilar, kichkina yer bilan ishlaydiganlar, mana gektarlab ham haydab beraveradi deyishyapti. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, yoqsa. Shu 3 minutda hozir o'rtacha bunaqa hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, metrga solib, o'rtacha 2 sotiq joyni haydab bergan bu 3 minutda. 2 sotiqqa yaqin joy haydab qo'ydi bu 3 minutda. Zo'r. Endi buni ko'paytirib chiqaraverasizlar oshunalar. Shu. Yashang aka. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Shukr. Bunaqa akalardan sekin-sekin Xitoy bo'lamiz. Xitoyda ortda qoldiramiz. Qoladi.